internetda ko'rib, yugurib kelganman, shuncha doktorga ishonmay, endi bugun menimcha tinch mazza qilib uxlasam kerak. Zo'rmi? Zo'r. Mana endi zo'r mazza qilib, nafas olib, bosh og'riqlari ham qo'yib yuborib. Bemorimizni bir hafta oldin ro'parosa 5 ta operatsiyani amalga oshirib berganmiz, nafas olishini tiklab berganmiz, gaymaritlarni bartaraf qilganmiz, adenoidlarni olganmiz va quloqlardagi suyuqlikni ham bartaraf qilib, eshitishlarni ko'tarib berganmiz. Tak, nafas olish qanaqa? Zo'r. Bitta chuqur nafas olib bering. Zo'rmi? Zo'r. Mana endi zo'r mazza qilib, nafas olib, bosh og'riqlari ham qo'yib yuborib, endi bugun menimcha tinch mazza qilib uxlasam kerak. Hamma og'riqlar yo'q, umuman hammasi yaxshi joyida. Odil akaga men rahmat, qo'llari dard ko'rmasa, internetda ko'rib, yugurib kelganman, shuncha doktorga ishonmay, ishonganimni oqlab berdilar, qolganlarga ham tavsiya qilaman dedilar ekan. Og'riq sezmadim umuman, srazu 1 soatga qolmay o'zimga keldim, og'riqlar yo'q, yurib harakatga tushib ketdim, og'rish yo'q. Yaxshi hammasi, burunlar ochilib, yaxshiroq. Sizlarda ham shunaqa muammolar bo'lsa, bizga murojaat qilingizlar. Xudo xolasa, sizlarga ham yordam beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.